Mana qushlarni qarang, bedanalarni qarang. Bu bedana emas lekin bu. Bedana naryoqda sayryapti. Mana kichkinagina fayzli hovli bo'lsa olaman degan okalar uchun bitta zo'r variant chiqib qoldi. Mana qushlarni qaranglar. Chiroyli qilib qo'yishibdi-yu. Chanqab qolibdi shekilli bu. Mana qarang. Ovozlarni eshityapsizlarmi? Bu montajda qo'yilmagan, bu realniy mana shu sayrayotgan qushlarning ovozi, bedanalarning ovozi. Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugun men sizlarga kichkinagina, ixchamgina sotuvga qo'yilgan mana shu hovlini ko'rsatmoqchiman. Sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Agar kanalimda yangi bo'lsanglar, bitta podpiska tugmasini bosib, like ham bosib, poddershka qilib qo'yinglar. Xudo xolasa, kim niyat qilgan bo'lsa, shunaqa uy joyiga Alloh bundan ham yaxshisiga yetkazsin. Mana shu hovli 1.7 sotixga joylashgan ekan. Bu uy 4 ta xonasi bor. Tapchalli qo'yib qo'yganlar. Gullarni yaxshi ko'rar ekanlar mana. Keyin gullarni yaxshi ko'raman dedilar. Qushlarga rosa qiziqishar ekan. To'g'ri, uy eski uy, lekin 1.7 sotixga ixchamgina qurilgan. Odamlar orzu qiladi-da, shunaqa kichkina bo'lsa ham uyim bo'lsa edi deb. Xo'p, ketdi. Boshlaymiz. Birinchi xonaga kiramiz. Zaldan boshlaymiz, mehmonxonadan. Ya, dodam o'zlari ham o'tiribdilar. Doda, svetni yoqaman. O'tiravering. Uylaringizni bir ko'rsating. Dodam telefon qildilar menga mana. Mani intervyularimni ko'rib o'tirgan ekanlar, telefon qilib. Uyimni sotmoqchi edim, dedilar mana uylar. Bo'yi necha doda uyingizni? Bo'yi 3.10. 3.10 ekan mana. Xo'p, bu uyda batareya yo'q, uy pechka bilan isiydi. Mana pechkani bilasizlar, hamma biladi, oldingi qadimgi pechka, lekin chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Ekonomishni avtomat garelkalar qo'yib qo'yganman dedilar. Qishda mana shu pechkani yoqishar ekan, ikkita uy cho'tki isirgan. Xo'p, o'zini hovlisiga qaragan romlari bor. Remotlarni ko'ryapsizlar, remotlar yomon emas, chiroyli remotlar qilib qo'yganlar. Xudo xolasa kelib bemalol mazza qilib yashasanglar bo'ladigan hovli. Xo'p, bu kiramiz. Bu yoqqa spalni joylashgan ekan bu yoqda. O'zini ikkita romi bor. Svetni yoqamiz. Mana ventilatorlargacha qo'yib qo'yganlar. Remotlari yaxshi lekin. Remotlari yomon emas. Doda, kelishtirib berasiz narxini. Xudo xolasa narxini kelishtirib beradilar. Ha, ko'chaga mana aytgancha kameralar qo'yib qo'ygan ekanlar doda. Mana ko'chadan kimdir kelsa mana, mashina ham turibdi. Voy, rasmlarni qaranglar. Yaxshi, bo'lsa emasin, zo'r. Hovliga mana quyoshlar tushib turadi, havo bemalol aylanadi mana. Hop, oshxonaga kiramiz. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q ekan. Bu yoqda mana sanuzel joylashgan, kiradigan joylari, mana dushovoylar qo'ygan ekanlar. Suvni aristonda sirkan. Hop, ketdik endi. Eski xona bor ekan mana bu yoqda. Bismillahirrohmanirrohim. Chiroyli yoqib bering. Bu yoqni ham yoqib bering. Mana bu yoqda ham bitta xona bor ekan. Mana bu yerda ham remontlari yomon emas, lekin yaxshi aboylar qilib, akkuratni qilib qo'yib, mazza qilib yashasa bo'ladi. Mana bu o'g'illar ekan, o'g'illari. Ismi nima o'g'lingizni? O'g'limning oti Mustafa, 2017-yilda tug'ilgan. Bilasizmi, mana uy egasi bilan xudo xolasa gaplashamiz. Nech pul qilib berasiz? Oda bu uy nech pul deyapsiz? 110 ming dollardan olish niyatda bo'lsa, kelsin, o'tirib gaplashamiz. O'tirib gaplashasiz. Hamsuhbat bo'lamiz. Ha. Xudo xolasa. Arzon qilib berasiz. Oda uyingiz yomon emas ekan, yaxshi ekan. Nimaga sotyapsiz? Nima maqsadda sotyapsiz? Bu sotishdan maqsad o'g'lim 9 yashar Mustafa nogiron. Doktorlar qo'ldan tushib olganda nogiron bo'lib qolgan 2 oyligida. Hozir buni sotib, mana shu o'g'limni lishenasiga shifo topish ishlatmoqchimiz. Maqsad shu. Biz bo'lsa ketish yo'q. Bu joylardan joyi yaxshi, qo'shnilar ahil, mahalla yaxshi, tinch mahalla-yu. Hozir farzandingiz uchun sotyapsiz-da? Ha, farzand uchun sotyapman. Katta qizim bor 16 yasharli. Bu kichkina o'g'lim 9 yashar. Shu maqsadda o'g'limni shifo topishni licheniyasi sotmoqchimiz. Buni O'zbekistonda qilib olmasak ham, faqat xorijda qilish kerak ekan. Neyropatolog, psixolog gaplashsak,
aytishdi buni xorijda yo Germaniya yo Izrail muxtarlar gaplashsak uyda bo'lganda telefon qilsaydi nechana qilamiz deyishdi. Nima bo'lgan o'zida bunga Bu o'g'lingizga? kasali DTP kasali. Soppa-sog' tug'ilgan. Soppa-sog' tug'ilgan 2 oyligida men bir qizimga qarshi ukol olgan borganmiz edi. Shu Umida degan doktor markaziy klinikada Umida degan doktor qo'ldan tushirib olgan. Qo'ldan tushirib olib nogiron qo'ygan. 2 oylik chaqaloqligida. 2 oylik chaqaloqni qo'ldan tushirib olganda buni hamma biladi. Shundan tuzalib shifa topib ketishiga harakat shu maqsadda uy sotilyapti. Shu videoni ko'rayotganlar ichida duosi ijobat insonlar bor. Duo qilinglar, bu akamizni ishlari oson bo'lsin, uylari sotilsin. Eng asosiysi bu farzandlarini daryoga shifo qidirib, shuni tuzataman, davolataman deb sotish niyatida yurgan ekanlar. Alloh niyatlariga qilsin. Duo qilib yozib qo'yinglar, shu kichkina bolacha 9 yoshar bola ekan. Alloh shifo bersin, dardiga tuzalib ketsin. Bu ham Adajon deb yugurib yursin, maktablarga borsin. Amin, amin. Shularda o'qisin, tengdoshlari bilan maktablarga borib, eng a'lochi o'quvchilardan bo'lib, otasini hajga, umraga olib boradigan bolalardan bo'lsin deb duo qilib yozib qo'yinglar. Akamizni niyatlariga Alloh yetkazsin. Amin, amin, amin. Hamma qatori yurib ketsa, o'zi qo'lda qoshiq ovqat yesa, piyoda choy ichsa, Adajon, Oyijon degan pullarni Allohdan so'raymiz. Alloh hamma qatori o'g'limga ham shifo kamol bersin. Hamma dardlarga Alloh shifo bersin. Hamma qatorlarni o'g'limga ham. Maqsadimiz shu, boshqa maqsad yo'q. Sotib kichkina bo'lsa qo'lga olamiz. Birinchi o'rinda buni shifosiga ishlatamiz. Manzilni tushuntirib ketaylik. Toshkent shahar Mirobod tumani Qunduz ko'chasi 84-uy. Uy o'zining nomida. Xat hujjatlari hammasi joyida. Qo'ni qo'shni yaxshi. Qolgan odamga darrov qo'l qo'yib berishadi. Qo'shni hammasi xabardor. Ana aytishadi-yu, hovli olmagan qo'shni olgan deyishadi. Hozir men ko'chani ham bir ko'rsataman sizlarga. Bu uyga bitta dona endi minus emas, u bitta joyi bor, shu hovlining ichiga mashina kirmasligini hisobga olmasangiz, lekin joyi yomon emas. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana ko'cha. Ko'chalar asfalt qilingan, eng asosiysi tinch ko'cha. Qo'rosma asfalt qilingan. Mana. Mana shu xonadon sotilyapti. Mashinani ham ko'p qo'ysa bo'ladi. Faqat ichkariga kirmaydi. Bitta minusi shu. Mana. Telefon nomerlarini yozib qo'yganlar. Bu uy egasining o'zining nomeri. Ha, futbolga qiziqasiz, ha? Bunyodkorga qiziqasiz. O, bunyodkorda ishlaganmisiz? Bunyodkorda barbod qilganmiz. O, barbod qilgansiz Bunyodkor stadionini. O, malades, qo'y. Mana orqadagan aytibdilar. Xudo xolasa mana uy egalari kesinglar, chiroyli qilib, mehmon qilib, tapchalar qo'yib qo'yibdilar. Choylarni damlab olib, sekin gaplashib, chiroyli qilib kelishtirib berarsiz. Xudo xolasa. Sonda so'nnish batareya bor. Ha, quyosh batareykalari bor ekan. Ha. Hamma sharoiti bor. Kanalizatsiya o'ziniki отдельный. Mana. Suv o'ziniki отдельный. Ha. Hech kimga bir-biriga ulanmagan. Bitta ko'padan ulangan. O'ziniki отдельный deb setlardan. Xullas kalom muammo yo'q. Wi-Fi bor. Hammasi bor. Hamma narsa bor. Demak, kelishdik, hamma narsa bor. Kelsanglar, savdolashib, chiroyli qilib narxini o'tib beraman deyaptilar. Yana mabodo sizlar ham uylarni sotmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerim bor. Telefon qilsanglar, shunaqa kelib uylarga chiroyli video obzor qilib, uylarni sotilishiga sababchi bo'lib qolaman.